bering deyapman. Bu qoidabuzarlik qilibman deyapman. Sabr turing. Planshetingizni kutib o'tirmayman-ku men. Hozir qarang, onlayn kameralarimiz ham, bodi kameralarimiz ham yo'q, xizmat guvohnomasini ham ko'rsatgani yo'q. Hech kim. Telefonga qilamiz. Qanday telefonga syomka qilgansiz? Mana syomka turibman telefon. Bo'ldi, qilavering aka. Mana men agar men yo'q, teginish emas, qonuniy chora ko'ringizlar aka. Terimizda hali hech kim videolaringizni hech kim chiqarmaydi, lekin men chiqarib boshlayman aka. Bo'ldi. Omadingizni bersin. Qonuniy yuring. Xo'p, qonuniy yuribman aka. Qizillar o'tib ketibman. Kimdir aytibdi sizga. Hali siz ko'rganingiz yo'q, to'g'rimi? Men sizga aytibman aka. Men hammalaringizni taniyman. Hurmat qilaman hammalaringizni. Lekin hozir qilayotgan ishingiz noto'g'ri sizda. Qonunni hurmat qilib yuring, bo'ladi. Hujjatimni olyapsiz-da, bermayapti aka. Mana hujjatimni bermayapti. Hujjatingizni, pravolaringiz, familiyangiz ko'rinmaydi, o'chib ketgan. Pravolangiz. Mayli, pasportimni berdim-ku. Mana olib men pravoni bering menga. Mayli, pasportimni berganmanmi? Pasportimdan tekshirib olsin. Berasizmi? Syomkaga ko'rsating. Mana, xo'p, pravam yo'q bo'lsa ham pasportimni berdim men. Qani pasport? Aka pasportim qo'lda turibdi. Mana akaga berdim. Pasport berganingiz yo'q. Qo'lda pasport meni pasportim. Aka, unday ana shu meni pasportim. Zagram pasport bor. Agar Zagram pasport bo'lmaydimi? Yo'q, Zagram pasport bo'lmaydimi? Qani o'zingizga fuqarolik bo'yicha aka, mana aka oxirgacha boraman. Aka, siz bilan mashq qilayotgan qilingiz uchun oxirgacha boraman.